Assalomu alaykum hammaga. Bugun bir insonni yashab qolishiga sababchi bo'lib turgan kundamiz. Inshaalloh Muhayyo onamiz uchun 200 million pul to'pladik shu kungacha. Yana 100 million bo'lsa albatta davolanishga jo'natamiz. Hojitog'a mana shu hammalaring guvohliklaringda, daftarlarda ham ko'rsatamiz. Shu kungacha 200 million bo'ldi. Endi shu 100 millionga harakat qilsak albatta davolanishga jo'natamiz. Inshaalloh shu kungacha ehson berganlar bor. Keyinlar shu xalqimizdan 100 millionni iltimos qilib so'raylik, shu aytilgan summamiz tezroq to'plansa davolanishga jo'natamiz. Hammalaringdan endi iltimos qilib qolamiz, imkon boricha haqqalariga duo qilib shu 100 million uchun endi kurashsak inshaalloh tezroq yig'sak yaxshi bo'ladi. Alloh taolodan so'rab bir duoda bardavom bo'lamiz. Avvalo tezroq shunday bir onaxonning nasibasini qo'shib qutlilik kunlarda shunday bir onaxonni sog' salomat kelishini ko'rishlik hammamizga nasib qilib, onaxonga oq yo'l tilaymiz. Tezroq bu aytilgan mablag'ni to'plab, himmatli birodarlar yordam beringlar. Kelinglar endi, oz qolibdi bag'i. Hammamiz ham mana shunday yaxshiliklarga qilayotgan ehsonlarimizni Alloh dargohida qabul aylab, qilayotgan ishlarimizga o'zini fayz barakotlarini beraversin. Bu xonadonga xursandlik keltirsin, tezroq sog'ayib kelib, xonadoniga, bolalariga bosh olib, sog' yurishini Alloh nasib qilsin. Allohu akbar. Mana ko'rib turibsizlar, yosh ulug'larimiz, mahalladoshlar, qo'ni-qo'shnilar chiqishgan. Kelinglar, mana shu oy shu 100 millionni to'playlik, sentyabr oyiga inshaalloh onamizni davolanishga jo'nataylik. Bu har bir insonga oson. Uzoq yaqindan ko'rib turganlar, bu miqdor belgilanmagan. Kimdir 10 ming, kimdir 15 ming bersa, oz bo'lib inshaalloh shu aytilgan summamiz to'planadi. Hammalaringdan iltimos qilamiz. Videoda saxovat beshi insonlarga tarqatinglar, inshaalloh yetib borsin. Hammalaringga rahmat, salomat bo'linglar. Hoji tog'alar, sizlarga ham rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan.